Bugun sizlar bilan barakali, kamxar, chiroyli va eng asosiysi judayam mazali chiqadigan rogaliklar tayyorlaymiz. Ishimizni un va saryog'ni kroshka qilib olishdan boshlaymiz. Shunaqa chiroyli kroshka holatiga kelgandan so'ng razzaxitel va qaymoqni solamiz. Masalliqlar to'liq grammini opisaniyada yozib qoldiraman. Saxarning pudra va tuxumni solib, chiroyli yumshoqqina xamir qoramiz. Qo'lga yopishmaydigan xamir hosil bo'ladi. Mana sizlarga ko'rsatyapman. Shunaqa qo'lga yopishmaydigan bo'lgandan so'ng teng 8 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Xamir tindirish shart emas. Bo'laklarga bo'lingan xamirlarimizni shuna chiroyli qilib dumaloq shaklda yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Men maydaroq rogaliklar xohladim. Sizlar yiriroq xohlasanglar, yiriroq kessanglar bo'ladi. Tugilishi juda ham oson, hamma biladi. Shunaqa qilib birin-ketin tugib olamiz. Tugib olgan rogaliklarimizni pishiriq qog'ozi yozilgan listga terib olamiz. 160 gradusda 25-30 daqiqa mobaynida pishirib olamiz. 25-30 daqiqadan so'ng shunaqa chiroyli rogaliklarimiz pishib chiqadi. Menda ushbu masalliqdan 2,5 list rogaliklar tayyor bo'ldi. Rogaliklarimizni har bittasini saxarning pudraga botirib, chiroyli qilib yasatib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Bir hafta tursa ham qotib qolmaydigan juda ham ishonchli retsept kerak bo'lsa, aynan shu retsept orqali tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.